Fashizm so'zi lotinchadan bog'lam, ittifoq ma'nolarini bildiradi. Ushbu g'oya jamoa yoki kollektiv alohida shaxsdan muhimroqligini, davlat hamma narsani, jumladan shaxsiy hayotni ham nazorat qilish kerakligini ta'kidlaydi. Fashistlar totalitarizm, millatchilik, mustamlakachilik, konservatizm va urushni yoqlaydi. Fashizm millat yetakchisi, diktator cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lishi kerakligi, uning shaxsiga sig'inish lozimligini ko'zda tutadi. Fashizm insonlarni ijtimoiy, kasbiy korporativlarga birlashtirish orqali tenglikni da'vo qilgani holda kuchli tengsizlikni paydo qiladi. Davlatga nisbatan har qanday norozilikni kuch bilan bostiradi. Fashizm kuchli millatchilikka tayanadi. Masalan, Italiya fashizmida italyan millati buyukligi, uning odatlari va o'zligini saqlab qolish lozimligi tinimsiz takrorlangan. Germaniya fashizmi, natsizm esa boshqa millatlarni qirg'in qilishni ham nazarda tutgan. Shunday qilib, fashizm total davlat nazoratini qo'llovchi, individni rad etuvchi, millatchilikni targ'ib qiluvchi g'oyadir.